jahannam haftaligi mashg'ulotlarini o'tkazdim. Bilishimcha, bir yilda 3 ta jahannam haftaligidan o'tgan yagona odamman. Birinchisini uddalay olmadim, lekin keyingi ikkitasidan o'tdim. Shu vaqtdan boshlab ortga qaytmadim. O'sha jarayon orqali shuni tushundimki, inson ongini o'zi yaratadi. Men ilgari mavjud emas deb o'ylagan eshiklarni ochishni boshladim. Eshiklar qancha ko'p ochila boshlasa, shuncha ko'proq imkoniyatlar deyarli cheksiz ekanligini angladim. Bu meni butun fikrlash tarzimni o'zgartirdi. Men David Goggins edim, lekin o'zimni qayta yaratib, Gogginsga aylandim. Va bu yo'l bebaho bir yo'l. Uni odamlarga tushuntirish qiyin, chunki bu juda tez va osondek eshitiladi. U vazn tashladi, 3 ta jahannam haftaligini o'tkazdi, Delta otryadiga qo'shildi. Og'ir damlarida har kuni shafqatsiz bir sayohat. Odamlar baxtlisan deb so'rashadi. Agar kimdir meni hayot hikoyamni bilmoqchi bo'lsa, men jahannam haftaligi mashg'ulotlarini o'tkazdim. Bilishimcha, bir yilda 3 ta jahannam haftaligidan o'tgan yagona odamman. Birinchisini uddalay olmadim, lekin keyingi ikkitasidan o'tdim. Shu vaqtdan boshlab ortga qaytmadim. O'sha jarayon orqali shuni tushundimki, inson ongini o'zi yaratadi. Men ilgari mavjud emas deb o'ylagan eshiklarni ochishni boshladim. Eshiklar qancha ko'p ochila boshlasa, shuncha ko'proq imkoniyatlar deyarli cheksiz ekanligini angladim. Bu meni butun fikrlash tarzimni o'zgartirdi. Men David Goggins edim, lekin o'zimni qayta yaratib, Gogginsga aylandim. Va bu yo'l bebaho bir yo'l. Uni odamlarga tushuntirish qiyin, chunki bu juda tez va osondek eshitiladi. U vazn tashladi, 3 ta jahannam haftaligini o'tkazdi, Delta otryadiga qo'shildi. Og'ir damlarida har kuni shafqatsiz bir sayohat. Odamlar baxtlisan deb so'rashadi. Agar kimdir meni hayot hikoyamni bilmoqchi bo'lsa, men